O'rtoqlar, bugun sotuvimizda zo'r narxga, zo'r holatdagi zo'r Spark avtomobilimiz. 3800 dollarga bor yo'g'i 2011-yilda ishlab chiqarilgan, ikkinchi paysi mexanika korobkali, probegi diqqat 133 ming kilometr realniy masofani bosib o'tgan, aylantirilmagan, bemalol tekshirib olishingiz mumkin. Oldilari restoring qilib qo'yilgan, yangicha bamperlar taqilgan. Mashinaga 4 ta absolyutni yangi 14 balonlar taqilgan, kuzovi tekis holatda. Mashinamiz benzinda harakatlangan. Pisochniy orqa stopli o'rnatilgan, texnik holatlari prosta super. Motor ходовой korobkada hech qanaqa muammosi yo'q. Saloniga keladigan bo'lsak, salonni ko'rishingiz mumkin, matviy holatda turibdi. Chexol, yaxshi polik o'rnatilgan, signalizatsiya majiklar o'rnatilgan. Mashinamizni konditsionerlarigacha ishlab turibdi. Texnik hech qanaqa muammosi yo'q. Kraskasiga keladigan bo'lsak, o'ng taraf parogi sepilgan va oldi kapoti bilan oldi chap krolosi yuzaki sepilgan. Ichiga o'tmagan, bemalol tekshirib olishingiz mumkin. Texnik holatlari zo'r. Narxi 3800, telefon raqami pastda bo'ladi. Bosamiz, ulgurib qolinglar. Manzil Toshkent shahar.